O'zingizlarni ham olinglar-da. WhatsApp'i bor, WeChat'i borlar, ertaman turib kim nima xabar yo'rgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdi ekan? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qanday bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham. Agar televizor odamlarni harom ishga targ'ib qilayotgan bo'lsa, biz buni halol deya olmaymiz. Bu dasturlarda jamiyatni shahvoniylikka maxfiy ham, oshkora ham sur'atda targ'ib qilinayotgan bo'lsa, albatta bunaqa programmani ko'rishing musulmonga harom bo'ladi. Chunki bunaqa programmalar, birodarlar, musulmonning aqidasini buzilishiga olib boradi. Jamiyatda fasodni yoyilishiga olib keladi. Bu esa shubhasiz harom. La zarara va la zirar. Birodarlar, dinimiz farzandlarni qanaqa qilib tarbiya qilishlik kerak? Kerakli, yetarli ko'rsatmalarni qoldirib qo'ygan. Dinimizda hammasi bor. Faqat rioya qilishlik kerak. Rioya qilishlik kerak.